19 qism. Aradan bir yıldek vaqt ötüp ketdi. Bu jarayonda Farhod o'zining illiqligi, kuyimchanligi bilan Gulnoziyaning qalbini eltib Gulnoziya dastlabda Farhoddan o'zini qochirib yurdi. Chunki u Farhodga yuzsizlik qilg'achqa xijil bo'ldi. Shundaqla, endi men Farhodga mos kelmayman deb o'yladi. Ammo Farhodning samimiyati uni yanada eritdi. U hozir burungi ishlarni unutishga, xeyli kulib yurishga, ancha-muncha kelgusini tasavvur qilishga boshladi. Ajoyib ish. Hamma ishning vaqti soati kelmasa, kishilarning allaqanday tirishchiliklari bekor ketadigan o'xshaydi. Farhod o'z uyda Farida deb atalib kelayotgan kichik qizning Sohira ekanligini o'ylab boqmagan edi. Bugun Faxriga dam olgan edi. O Sohirani qo'nchoqdek chiroyli yasab, uni o'ynatqili bog'chaga elib bordi. Ular bog'chada o'ynaydiganligi narsalarning hammasini o'ynab bo'lib, qurisqani to'yg'izib orom olishni o'ylashdi. Sohiraning o'tinib turib olishi bilan ular tamoqxonaga kirmay, ushaq yemeklarni setib olib, chimliqlarda o'ltirib, dala tamoq yeyishni o'ylashdi. Shuning bilan ushaq yemeklarni setib olib, chimliq ustida o'ltirib, dala tamoq yeyishga kirishib ketdi. Sohira shunchalik xushal edi. U ha deb so'zlaydi. Tatliq kulatdi. Onun bu so'zlari, zalqo'ng'iroqdek yaqinliq kulgilari shu topda yana bir yurakni larzaga silvatdi. Bugun Ahmad apandimmi dam olgan bo'lib, u cho'ng uyga berib, Mahmud apandi bilan Rahila xonimni yo'qlab kelib, uyga qaytqusi kelmay, burun doim Sohirani elib kelib o'ynatadigan bog'chaga yetib keldi. U bog'chaning hamma yerini digidek aylanib, ilgari Sohira bilan mangan, yugurgan, billa o'ynagan, kulgan ko'rinishlarni o'ylab ko'ngli buzildi. O kishilarning chimliqlarda to'p-to'p bo'lib o'tirishgan xushal-xo'ram holatidan huzurlanqach ketib boradi. Tuyuqsizla yaqinli yerda uning quloqiga to'limu ram bo'lib ketgan shunchalik jarangliq, shundoq tatliq kulki ovozi anglagandek bo'ldi. O bu mening tushim bo'lib qolmag'aydi deb kulki ovozi chiqqan tarafga burilib qaradi. Bu bir yildan beri izlamagan, surishtirmagan yeri qolmagan, bir minut, bir sekundmi xayoldan neri qilmagan Ahmad apandining yuragini yeb bo'lishga ozli qolgan birdan bir go'hari, yurak borisi Sohira emasmi? Ahmad apandi bir bisib, ikki bisib, bir-birining eg'iziga yeydigan narsalarni silishib, bir-birini yenik qichiqlashib, tatliq parallarni qilishib o'tirgan bir cho'ng, bir kichik ikki gavdaga yiqilishdi. Uning mang'izlaridan yoshlar yepi uzilgan marjondek to'kilmoqda. Yuraklari heylilar qibidan chiqib ketadigandak tez-tez so'qmoqda. Ahmad apandi ularga yiqilishibla chimliqda yugunib o'tirdi. Bu ikkilan yenidila bir erning o'zlariga qarab o'tirganligini ko'rishdi. Faxriya birdam erga, birdam qizga qaraydi. Sohiramo darhol kulkisini yig'ishtirdi. Yenidila o'ziga talmirib turgan dadisi Ahmad apandini ko'rdi-da, dada degenicha o'zini dadisining bag'riga tashladi. Sohira, mening jinim qizim. Dada! Jinim qizim. Qizim. Dada! Sohira. Jinim qizim. Qizim.
Dadı bilan qiz bir-biriga gera silishqinicha hür-hür yig'ilmoqda. Atrofdagilar ularga bo'yinlarini so'zishqinicha qarashib qolishdi. Ba'zi havaskor kishilar ularni hadab sin ko'rishga elvatadi. Yana bir qism kishilar nima ish bo'lganligini bilishmasimi, dadı bolaning bu ta'sirlik ko'rinishidan ta'sirlanib ko'z yosh qilishmoqda. Faxriyami ularga qo'shilib yig'lab iqib ketdi. Qanday xil bo'lmasin, har qancha yaxshi qarsimi, yanala o'z ota-onasiga yetamdi deysiz. Ahmad Efendi bilan Sahira bir-biridan ajrab, bir-birining ko'z yoshlarini mehrlik alqonlari bilan surtishdi. Ondan yana boshqadan mahkam gera silishdi. Faxriya ularni asta o'rnidan turg'izdi. Ahmad Efendi shundala esiga kelib, bundoq bir qizning mavjudligini esiga oldi. Faxriya ularni tamoqxonaga boshlamoqchi bo'lgan edi. Ahmad Efendi cho'ng o'g'ili berishni, Faxriyanimi o'zlari bilan birga berishni aytdi. Shunda qilib, ular Mahmud Efendi va Rahila xonimlarning uyiga berishdi. Bovoy momaylarning nevrisi bilan ko'rishishimi, bayqi ta'sirlik ko'rinishlardan qilishmaydi. Bular Sahirani heli so'yib, heli purab, bir-biridan qizg'angandek bir-birining quchoqlaridan tushirib olib, o'zining quchoqlariga elib olishlaridan Faxriya Sahira uchun ham xotirjam, ham xushal bo'ldi. Ta'sirlik ko'rinishlar, ko'z yoshlardan keyin Faxriya ularga bir yildan beri bo'lgan ishlarning hammasini yebidan yig'insigacha so'zlab berdi. Ular kichik qizning bir muncha azob ham og'riq tortib olganligidan bearam bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Faxriya oilasidagilarning Sahiraning holidan yaxshi xabar olganligidan minnatdor bo'lishib, Faxriyaga qayta-qayta rahmatlar aytib ketishdi. Faxriya Sahiraning momisining quchqida uxlab qolgan vaqtidan foydalanib, o'zini necha vaqtlardan beri o'ylantirib kelayotgan Sahiraning izchil turda o'zining ismini ham oila adresini aniq deb bermasligiga sababini so'radi. Ahmad Efendi eg'ir bir uh tortib o'tib, o'zi to'y qilgandan keyingi Gulnoziyaning qilgan atganlarining birini qo'ymay so'zlab berdi. Ham Gulnoziyaning hozir uyda yo'q ekanligini, uningdan allaburun judo bo'lib ketganligini so'zlab berdi. Ahmad Efendi o'zining u ayolga ziyoda ishinib ketganligi, keyin uning niyatini bilib ketganida Sahiraning allaqachon ko'zidan o'chib ketganligini, uni bir yildan beri ko'p izlaganligini aytib berdi. Faxriya Sahiraning o'gay onasining qo'lida xo'rlangandagi tafsilotlarni anglaganda chidayolmay ko'z yosh qilib ketdi. Qanday xil bo'lmasin, bu bir oila kishilari o'ngishliq jam bo'lishdi. Ahmad Efendi Sahirani opsi dadisini elib, ko'p sovg'a salomlar bilan Faxriyalarning uyiga berib, ularga bo'lgan o'z rahmatlarini bildirishdi. Ana shuningdan keyin bu ikki oilaning munosabati yaqinlashib qoldi. Hozir Gulnoziyaning onasi Gulnorxonning ahvoli xeyli yaxshilanib qolgan bo'lib, doktor amdi chiqib ketsa bo'ladiganligini aytdi. Gulnorxonni cho'ng qizi Nojiya va uning yo'ldoshi Andar, Gulnoziya va Farhod to'taylan olg'ila berishdi. 20 yildan keyin Şinjan Pedagogika Universitetining maydon tarafdagi o'rindiqlarda o'quvchi bolalar o'ltirishadi. Ba'zilar jip-jip bo'lishib o'ltirishgan bo'lsa, ba'zilar do'stlari bilan, yana ba'zilari o'zlari yolg'iz kallasini aram oldirgach, maydonda har xil faoliyatlar bilan shug'ullanayotgan bolalarga qarab o'ltiradi. Kutubxonada attigandan kechgacha o'g'inish qilib charchab qolgan qizmi birdam o'zini aram oldirgach, yolg'iz o'ltirgan bolalar qatoridan o'rin olib o'ltiradi. Qizmi tantarbiya faoliyatlarida xeyli jonliq edi. Bo'libmi voleybol o'ynashni yaxshi ko'radi. Shunga voleybol maydoniga yaqinroq yerda voleybol o'ynayotgan bolalarga qarab o'ltirgan edi. Amaliyotda uningmi o'ynag'isi bor edi. Ammo bugun tonish bolalar ko'rinmagachga o'ynayotgan boshqa bolalarga qarab o'ltiradi. Tuyuqsiz uning oldiga bir dona voleybol to'p uchib keldi. Agar qiz chaqqon turmagan bo'lsa, to'p uning beshiga tegadi. Qiz chaqqonlik bilan to'pni kapla qilib tutib oldi. To'pni urgan yigit to'p uchib ketganda
Bo'libmi, o'rindiqda o'tirgan nozik qizning beshini markaz qilib uchib ketganida abla deb og'zini etibli qolgan edi. Chunki qizlar yiroqdan o'ziga qarab kelgan to'plarni ko'rganda o'zini qochirmaydi. Aksicha, xuddi beshini tutib olsalar, to'p agib o'tib ketadigandak, voyjon degunicha beshini ching tutib olib, joyidan midirilmay turadi. Lekin bu qitimqi zarda bilan urilgan to'p agarda bundoq nozik qizning beshiga tegsa, qizni cho'qim xeli bir yerga oboradi. Ammo qiz bu noziklikqa moslashmagan bir xil chaqqonlik bilan to'pni tutib olgan vaqtda yigit deb yuragini tutib qo'ydi. To'pni qandoq urvatsan, ey? Tasliq qoldi, chataq chiqadi, juma. Voy tang, mama bilmayli qoldim. To'pni sizlarga urganda qilgan bo'lmasa, dedi yigitmi xijillik bilan ko'pchilikka. Kechiring, men qizdan qilmadim. Yigit qizga qarab kechirim so'radi. Hech qisi yo'q. Bunday qishlar bo'lib turadi-ku odatda. Dedi qiz hech ish bo'lmagandek. Qiz to'pni ikki qo'llab ching tutib, uni to'p egalariga etib berdi. Qizning to'p tutulishlari, to'p etishlarida uningmi xeli yetishgan voleybol o'ynash mahiri ekanligini faraz qilmoq qiyin emas edi. Hilqish yigit tuyuqsiz bu qizga qiziqib qoldi. Hay, keling birga o'ynaylik. Qirg'anda sizmi to'p mahiri o'xshaysiz? Bo'ladi. To'p mahiri deb ketgilmi bo'lmaydi. Ancha-muncha o'ynab qo'yaman. Faqat bir havaskor. Men sizlarga yetmayman. Dedi qiz gap qilg'ach o'rnidan turib. Mana, ikki tarafdagi mahirlar bir-biriga bo'y bermay to'p o'ynamoqda. Qiz yigit bilan bir guruhda edi. Qizning harakatlari to'liq chaqqan ham o'lchamli edi. Uning maydondagi o'rni nagili olmasa, shu o'rindagi rolini nihoyat yaxshi joriy qildirib o'tadi. Buni ko'rgan yigit qizga rasmiylik qiziqib qoldi. Bu qadimgi kichik musobaqa oxirlashdi. Musobaqada yigitning guruhsidagilar yengan edi. Tanishib qolaylik. Ismim Anzar. Fizika kasbida qo'yman. Bu yil 2-yillikda o'qiyapman. Mening ismim Sohira. Bu yil aspirantlikni bitiraman. Magistrlikka imtihon berishga tayyorlik qilyapman. Nima? Chaqchaq qilma. Mantiq sizni bek bo'lsa biz bilan bir yillikda, bo'lmasa bizdami tuban yillikda deb yursam, bo'ldilar, to'la odam chalmay. Nima deydigansiz? To'la odamni masxir qilmoqchimi? Men sizga ochi yo'lliq odamman. Meni opirib buyishga bo'lib qo'ymang yana. Rost aytaman. Siz bu turqingizda men oliy maktabga amdi keldim desangizmi, ishni menjimi? Sizni nim deb chaqirsam bo'la. Ochaday desam amdi. Hay, bo'ldilar. Yana Sohira deb chaqiraychimi? Bo'ladi Anzar. Ismini bevosita chaqiravering. Undaqda Sohira. Bayatdan beri ikkimiz charchab qoldik. Bugun men sizni mehmon qilay. Beni tomoq yeylik, bo'lamdi. Rahmat. Keyinchi bir gap bo'lsin. Sal turib ishim bor edi. Sohira uning talabini rad qildi. Anzarmi uni bek zo'rlab ketmadi. Demisimi, tunji ko'rishibla tomoq yeylik desa, qaysi bir qiz ma'qul deydi. Bo'pti. Undaq bo'lsa, aloqalash nomeringizni aytib bering. Bir masalani hal qilamisak, zamonimizning donishmani izlaymiz. Anzar to'liq gapdan ham yumorliq edi. Voy, to'la odamni mazoq qilmasangiz-chi? Mazoq qilmadi. Oliy maktabda shuncha ko'p bolalar o'qigan bilan aspirant magistrlardan qancha chiqadi deysiz? Men rasuli sizga qoyil bo'ldim. Bu gapim rost. Men oldirab birsiga bundoq oson qoyil bo'lmayman. Ular bir-biriga aloqalashish nomerini aytib berib qo'shlashdi. Shuningdan keyin ular pat-pat ko'rishib turdi. Sohira Anzarni o'zining insidekli his qiladi. Uning odamni kuldirib qo'ydigan yumorliq gaplari uningga qo'sh kezak inlarini ashiltib qo'yadi. Bu Sohira boshqa biri emas, dal Ahmad apandining qizi, ya'ni kichkida Gulnozga tarbidan xo'rliq tortgan Sohira shu edi. Ahmad apandi bilan Sohira tepishgandan keyin Ahmad apandi yana necha yillar bo'ydoq yurdi. Chunki Gulnoziyaning ishi uni xeylilar cho'chitgan edi. Hamda Sohiraga optib berish deganlarni qat'iy o'ylamadi. Rahila xonimlar tunishtirgan loyihalar bilanmi ko'rishib yurmadi. Shu mezgillarda uning kotibi Rizvon erdan ajrashib ketdi. Sababi Rizvon u erdan tug'magan edi.
Eri va qiynonisi hamisha mushu ishni dastak qilib, uni haqoratlaydi, xo'rlaydi. Rizvon shuncha eg'irlik qilibmi, ular yanala Rizvonni uydan qo'g'lab chiqadi. Rizvon shu ishlar ta'siridanmi bayra tushib kelishib ketdi. Ahmad apandi uning ko'nglini yasab qo'yadi. Chunki uningmi bir qizi bor. Qiz bolanimi ota-onasi shuncha atvorlab boqadi emasmi? Tug'masa u ishni ayoldan ko'rib, uni xo'rlisi qandoq bo'ladi? Bara-bara Ahmad apandi bilan Rizvon ikkisi kelishib qoldi. Shuning bilan Ahmad apandi Rizvon bilan to'y qildi. Rizvon bu turmushdan to'liq rozi edi. Chunki Ahmad apandi va uning ota-onasi uningga shundoq yaxshi muomala qiladi. Rizvonmi bu oilaning xizmatini kuyib pishib qildi. Sahiraga o'z opisidek kuyindi. Sahirami Rizvon opisiga behli omriq edi. Apa desa apa deb uning quyrug'ida yuradi. Rizvon yandirqi yilala qo'sh kezak o'g'il tug'di. Qarmoqqa bu o'g'illar Rizvonning burunqi eriga tava bo'lmagan edi. Dada bola ikkalala turdigan bu cho'ng uy bir yil ichida ovotlashib ketdi. Hammalar xushal edi. Bo'libmi Sahira bir-biriga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan ikki o'ksini ko'rib, teximi xush bo'lib ketdi. Rizvonmi xushal edi. Chunki u mushundaq bolalarning yo'q bo'lganlik sababidan nima ahonatlarni eshitmagan deysiz. Gerçi qo'sh kezak bolalarning jafosi ko'p bo'lsa-mu, u bu jafolarni tortishga jon deb rozi edi. Odamni eng suyundiradigan ishi o'z bolalarining tug'ilishi bilan uning Sahiraga bo'lgan muhabbati o'zgarib qolmadi. Sahirani yana burunqidek yaxshi ko'rib keldi. Bir mezgil eg'ir xo'rlangan omoq Sahira mana amdilikda ota-ona mehriga qinib cho'ng bo'lib o'tadi. Bu qiz dadisiga o'xshashlar tirishchan edi. U maktablarda yaxshi o'qib, dadisini xotirjam qildi. Mana amdilikda magistrlikda o'qish oldida turib o'tadi. Taqdirning chaqchiqi nomli ko'p qismliq ovozliq asarning 19-qismini anlatdik.